Ardın hem yeşilsin tügün Çalkılandılarga çay sunup Hukkumazdın kaynıydı çürgün Çayxanıda hoşallık vardı Dinişmazdın birga küleyli Terbiyelerden zoklanıp yana Mümkünlerden huzur alay Qadirli ko'rmalar, mana Çayxana Paranlar programmamizda sarxil mazmunlari orqali tursin. Qiz ikkimiz yana sizlarga salom berish uchun Çayxana Paranlarimizning sahnasiga yetib keldik. Mana bu shunaq esil sahnalarda sizlar uchun xizmat qilish sharafi muyassar bo'lib kelayotgan yigit Pesha Abduxabir Abdunabiydan hammanglar o'tib salom. Yana bir qatam didor g'animat. Sizlar uchun chivar qo'llar bilan tatlı çaylarni damlab berayotgan çaychi do'stinglar Gulistondan, Tursun qizdan mehrli salom. Qadirli ko'rmalar, oldingizdan Çayxana Paranlar programmamizda biz ijtihod bilan tirishayotgan, tirishchilikni o'ziga hamroh qilgan eng qaltis qizimiz bo'lgan yosh korxonchimiz Aynurning bizga quygan çaylarni ichdik, sağan dasturxonlariga hammamiz hamnafas bo'ldik. Mana bugun bu o'xshashlar biz Aynur haqidagi güzel hikoyalarni anglash uchun çayxonamizda sizlar bilan didorlashib o'tiribdik. Yana bir qatim kelgan qadamimiz muborak bo'lsin. Voy rahmat. Undan sonra ekranda ko'rmalar yana bir salomingizni bir berib o'tgan bo'lsangiz. Salom do'stlar, undavsa bugun yana çayxonamizda qaytadan yana bir qatim jam bo'ldik. Hammanglarning kelgan qadaminglarga marhaba. Mendan sizlarga o'tliq salom, ko'pdan ko'p rahmat. Rahmat. Oldingizdan programmamiz qo'yilibla. Butun hamimizning eg'izida qo'shoqchi Çolpan Aynur. Dalinca Aynur degan so'zlar ajoyib avjib ketdi. Shundaymi Raziyam? Aynur qo'shoqchi, Aynur dalinca deb tanış ketdiydi. Aynur Çolpan'da. Mana bugun bu davomli Aynurning güzel qo'shoqlarini anglaymiz, esil paranglarini anglaymiz. Shuning bilan birga ko'rmalarimiz hozir taqdim etilgan ajoyib bir qo'shoq ish bor. Nima ish bor? Yil bilsa. Hozirda adam jiddiyleştirmeyeni qo'shoq aytib o'rib etmez meni bu yerda. Ha? Meni qo'shoq aytmayeni o'rib etmez. Men bir chiqib kiraymansa. Oldingi sonda degan gapni unutib qolibsiz-a? Oldingi sondagi qo'shoqning ichidagi nim degan? Nima degan? Mening ismim To'xtab tur Aynur. Men chiqib kiray, mush qizga ayrim dapiramsiz. Men bir telefon qilib, bir ish batdi. Chiqib kiram. Oldingi qatim çayxonaga kelgandagi bir qo'shoqni unutib qolibsiz-a? Yana bir deb baslar. Yana og'lingiz kelatamda. Nega o'rilib tushmaydigandim men yerdan? Meni uyli bilan ha? Mening ismim Aynura, ana yurtum Gulturpan. Kirdim bugun 42 o'zim qo'shoqchi Chulpan. Mana bugun biz mushu çayxonada o'tiribdimiz. Çayxonaga nima uchun keldik? Biz kirishdan burun mushu çayxonaga shunchalik endi qattiq tayyorliklarni qilgan. Lekin keyindan o'ylab mushu qilgan tayyorliklarimizni qo'yib qo'yib, tabiiy holatda chiqayli dedik. Chunki hamma narsaning tabiiy yaxshi emasmi? To'g'ri. Endi yurakda bonili deyli. Yurakda yo'q, yasalmalik qilib avar bo'lib yurmayli dedik. Biz Dalinja şirketi endi bizningki bosh shirkat Beijingda. Endi bu elektronlik, mush elektronlashgan bizning hozir davrimizmi shu elektronlashgan. Mush elektronlik bir tor endisi. Endi biz bu yerga kelishdan burun bayat deb o'tdim. Endi shunchalik o'ylar bilan chiqaylimi, chiqmaylimi degan mushu nimalar bilan chiqdik oxiri. Endi nima chiqadi deganda biz çayxonaga kelishdan burun çayxona programmalarini ko'rgan emasmi? Buningdan nurg'unlagan bizningki mushu korxonchilar, shunchalik isil kashfiyotchilar, tadqiqotchilar chiqdi bizning çayxonamizga. Endi biz nimaga hisob degan vaqtda biz mushu 30 nafar yana meni hisobga olganda mush hammamiz odatdagi bir oila ayoli. Madaniyat saviyasi jihatdan olib yetsak, endi biz bir yuqur madaniyat saviyalik odamlar emas, biz shu odatdagi hamda chujung gavjung degandek, mush oila ayoli, yana birisiga dehqon oilasidan kelib chiqqan mushu do'kondorlar nurg'unchu. Shuningga bizni endi nim deb ataymiz desak, biz quruq qo'l igilik tikilguchilar desak bo'ldi. Endi biz odatda mushu to'yis ko'ychan bilan mushu oldimizga tez qo'ygan mushu esil mahsulotlarimizni ilish orqali buni o'zimiz ishiltib ko'rgandan keyin anki buningki mushu unum jihatdan bo'lsin, boya deb o'tdim Dalinjadagi elektronlik tor mal sotilish subsi deb. Buni olgandan keyin bizning qo'limizda mushu qisqacha qilib aytganda, eng iliq tushunchali qilib aytganda biz o'z oldiga bir tanlov bozor ochdik desak bo'ldi. Tanlov bozor ochdik desak bo'ldi. Endi biz tanlov bozor ochgandan keyin endi bu tanlov bozorimizga masalan Sabirjon kirib mal sotib olsa 10 ko'yga sotib oldi deylik. Biz o'zimiz sotib olsak bizning akirish bahorimizda o 5 ko'yga to'xtaydi degan gap. Endi shuningda biz mushu
Pingtay orqali, ya'ni dalinja elektrolog to'risimiz orqali birinchidan o'zimizning ehtiyojidan chiqish, turmush ehtiyoji. Endi bu pingtayda nima bor deganda, kiyim kechak, yemak ichmak, zibuzinat kiyim, girim buyum, oil elektr saymonlari butun hamma narsa bor. Endi bizning turmush ehtiyojli narsalar hammasi bor-da. Endi biz odatda mushu dalinja bo'lmagan sharoit ostida ya uyning atrofidagi talla bozorlarga berib sotib olamiz, eg'rini ko'tarib uyga ketamiz. Yoki bo'lmasa boshqa chudolardan sotib olamiz, masalan, oli deymiz, tobo deymiz yoki chambirak degandek. Shuningga endi biz dalinja elektrolog to'risimiz bizning qo'limizda bo'lsa, birinchidan biz o'zimizning do'kondan sotib olamiz, azon to'xtaydi. Mendan 100 ko'y olsanglar, men sizlarga 100 ko'yga sotaman, lekin dalinja do'koninglardan olsanglar 80 ko'y olsanglar, shunaqo do'kondorlar. Bu mushundaq bir pingtay. Uningdan boshqa men mushuni ishlatdim. İşletkendan keyin mening bayaslay deb o'tdim. Yishim bugun 42, o'zim qo'shiqchi Chulpanda shundaqqa. Bu ham mening 42 yoshga kirgan tug'ilgan kunim. Wow. Mening odatdagi shu saboqdoshlarim, yana birli cho'ng bo'lgan do'stlarim atrofimdagilar silish turganda mening yuz terim alayda, sal alayda yaxshiroq hamda. Nimishqa deganda men burun nurg'ulgan mahsulotlarni ishlatdim. Biz ayollar xuddi bizning erlarimiz, qizlarga, xonim qizlar qanchalik amroq bo'lgandek, biz ayol kishilarimiz zibuzinnat deganga shunchalik amroq keldik ekanmiz-ku. Shuningga ishiltib baqdim, burunni nurg'un narsalarni ishlatgandan keyin toza ishlatgan vaqtda damalliqqa shunchalik yaxshi, lekin 2 kundan keyin yana asli qaytganda his qildim-chu. Shunday qilib anki mushu dalinjaning bizning mush kozor mahsulotlarimizni ishlatgandan keyin mana hozir oy bo'lib ketdim. Uningdan keyin mushu o'z oldimizga bayda quruq qo'l egilik qilib 400 ko'y bilan mushu dalinja shirkatimizga a'zo bo'lib kirgandan keyin hozir mana boy bo'lib ketdim. Boshqalar nima xizmat qilsiz desam, men faxrlangan holda men undidor savdogari deb javob berma. Men dedim 2 yil bo'ldi dalinjani qilg'ili deb. 2 yil jarayonda men nima qildim? Uy sotib oldim, mashina sotib oldim. Mushu dalinja do'konimizga a'zo bo'lib kirgandan keyin qo'shaq cho'p ketdim, rasmiy. Dalinjaga kelib qo'shaq cho'p ketdim. Rahmat, Aynur, rahmat. Ishqilib sizning mushu utuqlaringizni anglab, nayt xo'sh bo'ldim, faxrlandim. Bayatın dediniz deylik, undidor savdogari deb faxrlandim. Men undidor savdosi qilganligimdan numus qilmayman deb. Bu ishning cho'ng kichigi yo'q-chu, numus qiladigan ish yo'q. Emgak qilmay, o'rin yetib, bika yeb yotgan odam numus qilish kerak. Ishqilib bir ishni qildingiz, cho'ng olsun, kichik olsun, cho'qim shuni qildingizmi, cho'qim shuni faxrlanishimiz kerak. Aka. Yordam qiling. Bo'ladi. Hammanglarning hozirgi vaqtinglar yana xayrlik bo'lsin. Qilib qo'yish chaqchaqni qapoqlarni tur qoldik. Dalinjaning yana esil o'g'ashqa ikkinchi qismi kir qoldik demoqchi-ku. Turmush degan jafoliq badallarni to'lab olma. Oynul yo'li uraversin qo'shaqlar tursin qiz. Men sizni yo'lab olmayman. Voy, ma'qul. Hayotini to'xtamay, mashalada chapamay, siz men yurdi, sizningki tug'ilgan kuningiz to'g'ridan xabar topolmayman. Uy, men izdish beray. Ma'qul, chaqchaq, maqra tursin qiz, maqra. Bakmi esin ilhomkam qo'shaqlarni davobdi. To'g'ridan o'g'ilcha raziyam yo'qopdi-ku. Men bir qarab baqay. Chaynikimni aytib ma'qul. Chaqchaq qildik so'rinda huzurlanib kulmaysiz. Tonni kigizib etdingiz, boshlig'ingizning nədligini bilmaysiz hozir-ku mana. Badaz qilib chashlarni to'xtamasdan turishsan, nim buldingsa ham aynigingni uglab, biroqlik qarab turishsan-ku mana, Qilib qo'yish chaqchaqni qapoqlarni turib ketmaydi, aynigini evata, ko'zing to'p kirib ketmaydi men-ku. Bakmi esil chechingiz tag'a bilan tarvala, shundoq esil cho'kallarga ham ekranga yo'linib qarab olya mana. Taklif qildi ilhomni mashala kelib o'ta, o'zingiz sal buz qo'yibdi, aynigingni ilib o'tasiz ham. Bo'ladigan turmushda odamlarning g'oyasi ajoyib tushibdi, biqinlik ayolning soyasi sanga-chu mana. Ketmanchapda etizni mashalada bo'qqanma bir qo'chaqni ko'tarib olibsiz ham 9 oy qo'chaq ko'tarib tuqqanma shuni. Taklif qildi akangni mashala kelib o'ting. Shundoq odamlarning ichiga qo'chaqlarni tashlab o'ting mana. Adamdagi ajoyib og'zimizni qarishibdi, mas singilgan mana xalq alomati yarishibdi. Bakmi esil inimiz mashalada bilamda deyman. Mushu oltinni ostingiz quloq eg'ir kelamda deyman. İşte mana chaqchaq qilsak so'rinda qo'shaqlar qatidi. Dalinjida o'pkisib sotadi qaranglarni. Chaqchaq qilsak so'rinda huzurinib kuldik ya, bu xonimning halqısının uzunluğu 60 santim keldi ki acımı mı?
Devrdeki acayip hemimizden ketidi. İşki halkını birleştirsen boyunu yüksek yetidilsin. Köngüldeki acayip meseleler uftu gitti. Ah hanım karınlar yıkık tut gitti bana. Talaşmada sorumda başkalar gep veren. Açınızın ismini bir çıraylık çakçaklar dep veren deymen. Külkideki acayip kaplıkını besip optu. Bu hanım bütün baylıkını boynunu esip optu bana. Çakçak kısak sorumda koşaklar katamsız. Aşı boynundaki altını gramla satamsız deymen. Teksip kılı ilhamla meşeler kelip optu. İşkilip Dalincanın desmesiniz boynunu selip optu bana. Mayak hanım deymen. Ya bu dekançık bulmuşsa kapaklarını türmemdi. Bu soğuktuğunuz deymen kırmemdi bana. Eğirken çakçakla meşelerini tenip oldunuz mu? Ya teksip kık koyup deymen. Toğulgan gününüzde yeni oldun mu? Siz 42 kirdinirsiniz deymen. Okumak kağıdaki ötkek tutmuşsunuz. Siz maturkunuz 42 kirdiniz hemen 75 kirdiniz hemen. Galıpçak iyi eldeydi. Bu Dalincan satıma üzem aşı sürküdüm de özünüz kaçta yesiniz de kiçik atamsız sizin maturkunuz var mı? 35 yaşlı etrafında bataklık göründük ya bana. Sodanla tırışsın hüküm, güllensin, bopma. Teniniz salamet, ömrünüz uzun olsun. Rahmet aka, acayip sihirlik çayxana. Toğulgan gününüz mübarek olsun. Toğulgan günün əksib dalınca ayrısız ki, illiqlik, mihri muhabbet, məngü olsun. Çakçaklık sorunda koşaklan deyli, kuruk kötüldümay bir toğulgan günün tortunuzun yeyli. Rahmet. Rahmet. Bilen bizden sevimlik usta sanatkarlarımız alaydı vaqtdan ajratib keldi. Şunun bilan birga bizden muhabbetli kuychimiz ustozimiz Gulbahor Yemadimiz mi? Mana sizning tug'ilgan kuningizni tabriklash, shundaqla chayxonamiz kelgan qadamlaringizni muboraklash yusidan ajoyib oldirashchilikdan mana aran ip keldik. Gulbahor adimizdan kelgan qadimiga rahmat etish yusidan chavaqlarimizni bir berib o'tgan bo'lsak. Rahmet. Çayxanaga kelgan barliq azizlarimga, yani ekran oldidagi barliq do'stlarga ko'pdan ko'p rahmat. Bugun mening eng hayajonli kunlarim. Umr tariximdagi birinchi qatimliq unutilmaslik tug'ilgan kun. Gulbahor hadimizmi? Mushu mening tug'ilgan kunimga, çayxanaga kelganiga shunchalik hayajonlandim, ham xush bo'ldim. Rahmat sizga. Hopla tursin qiz. Ha? Yana bir narsani unutib qolibdim, buni o'taydi. Nimani? Voy. Uy. Menga. Uy, ha, nimani? Aynur gel. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Hey, rahmat sizga. Chiroyli, yosh turing. Gulbahor ada sizning kelgan qadamingizga marhaba. Xush bo'ldik. Tug'ilgan kuningiz yana bir qatam muborak bo'lsin. Voy rahmat. Kasbiy voy. hayotingizda buningdan zo'r uftuqlarni davomli qozining. Sizdan atrofingizda pulini emas, arzusini topchigan 30 mingdan ortiq vakolatchilar sizga umid ko'zlari bilan tikilib turdi. Kasbiy hayotingizga zo'r uftuqlarni tilash bilan birga ayolim ishkimizdan tug'ilgan kuningizni tabriklab bir dasta o'zingiz chiroyli bo'lgan bir gulni Voy alayda hadiya rahmat, qildik. rahmat. Bek hayajonlandim. Siz tug'ilgan kuningizga yana bir qatam muborak bo'lsin. Rahmat, hammanglarga ko'p rahmat. Shunchalik hayajonlandim hozir. Hozirgi mening hissiyotim ham buningdan keyingi orzuyim. Mening hozirgi jiddiylashish, mushu xushalligim nereden kelgan desa, buni mushu meni yaqindan qo'llab kelgan, mushu so'ringa kelgan ham kelmagan mening inilarim ham singillarim meni qo'llab, quvvatlab ishinib qilgan singillarimningki, buningdan keyingi oil turmushininki, Dalinjada qozongan natijalarininki texim yaxshi bo'lish uchun men texim ko'plab kuchlarni chiqiraman. Mushu mening eng baxtlik, eng xushal vaqtim. Unda bo'lsa, men mushu chin ko'nglimdan mush Gulbahor adamni bizga bir maydon naqsh etib berishini yana taklif qilman. Wow. Ekran oldidagi barliq aziz ko'rurmanlar, qanday ahvolinglar, yaxshimisizlar? Menda sizlarga seg'inishli salom va oliy ehtiromlar bo'lsin. Shundaqla naq maydondagi chiroyli xonim, qizlar, enilar, akalar, do'stlar, ustozlar, yaxshimisizlar? Sizlar bilan bugungi shunda bir chiroyli so'rinda didorlashganim uchun o'zimni intayin baxtli his qilaman. Andaqda bugun xushalliqning ustiga xushalliq bo'pti, singlimizning ham tug'ilgan kuni. Ham barliq qo'llovchilarning, vakolatchilarning shundaqla buningdan keyingi egilik tiklash yo'lida alg'a ilgirlab terishayotgan shundaq terishquchilarningki hammanglarning bugun xushalliq bir kuni bo'pti. Hammanglarga muborak bo'lsin. Rahmat. Andaqda men o'zim yaxshi ko'radigan, ya'ni 90-yillarda mening suyimlik akam G'olib Rahim ustoz menga kichik vaqtlarimda yozib bergan bir kichik naqsham bor.
Bu naqshini yaqinda akkordlashtirib boshqadan yangilab aytgandim. Shu naqshamni sizlarga taqdim etsam, yoqtirib anglashinglarni umid qilaman. Marhamat. Çayxanamız acayip yaxşı qızıvatıda esil bolğan kuylarni huzurlandıq, soğatladımı acayip yaxşı bəhərləndik. Naq müşək gəlgəndə mındaq bir söz yadım kep qaldı. Qolundakı nandan yerimini başqalarga berishga ko'ngling chidasa, ishongin, sen kelgusinin millioneri deydigan bir söz var. Rast, to'g'ri. Mana shu qo'lidagi nan Dalinja orqali Dalinjadan topgan pullarni tang boshqalarga beraligan. Dalinjadan kelgan manfaatni tang boshqalardan baharlanish uchun kuchini keng yaygan. Arzusu eng küçük bo'lgan xonim qizlarni atrofiga yig'alagan. Nurg'ulg'an oila ayollarga qadr qimmat bergan, muvaffaqiyat sahnasi bergan.
bizning eng tirishchan karxanchimiz Aynur xonim mana yenimizda o'tirdi. Aynur xonim o'sha Dalinjadan iborat dangliq marka obrazini yaratgan mas'uliyatimizga Şinjan bozoriga akirib, xonim qizlarimizga go'zallik berdi, ishonch berdi, jasorat berdi. Ya'ni shundaqlar mana shundaq o'zini tavlaydigan eng zo'r bo'lgan sahnlarni yaratib berish orqali qadr qimmatning nima ekanligini, odam tirishqandalar, shu qilayotgan kasbga muhabbat bersalar, cho'qim bir ufq qozonganligidan iborat bir shuarni hammaning huzuriga, quliqiga, yurkiga yangiritib beradi. Maşar o'tag'an mana bayım Aynur xonim aytdi, mening 2 yil ichida 30 mingdan oshgan vakolatchim bor deb. Lekin choyxonamiz kelgan o'sha vakolatchilarimiz bo'lsa, eng tirishchanlik ko'rsatgan. Boshqalar qilalaganimi qilalagan, qilamaganimi qilalagan. Eng tirishchan 30 nafar vakolatchisini mana choyxonamizga akilib, nihoyatda chiroyli zinnatlarni ato qilib o'tag'an minutlarda biz o'sha eng qaltislarimizning yurak so'zlarini anglab qolsak qanday bo'lar qiz bishi? Albatta bugungi choyxonamizga kelgan mush o't yurak Dalinja qizlarniki tayyorlab kelgan esil chin yurakdan chiqqan so'zlar bor deb o'ylayman. Undan so'ng shu Qumuldan kelgan chiroyli xonimni bekanmaylimi? Qani. Men o'zim Qumuldan. İsmim Sargül Pazul. Men bu Dalinjani qig'ilyaqi Dalinjadan oldi bilan o'zim güzel bo'ldim. Ha. İşletken yaqi Yanchig'im go'zal bo'ldi deb. to'g'ri iqtisod kirim yaratdim. Nurg'un pullar tejab qoldim. Burun bunda qaramshinglarni bak qimmat pulga ishlatdim. Buni ishlatgan yaqi hem azan hem ixtiyoriy, unumlik ishlar ishlatdim. Unda bo'lsa men bilan shu birga kelgan 30 nafar Dalinja vakillarininki yurak so'zlarini anglab baqsaq, Yaxshimizlar, bugun shu choyxona programmasiga qatnashgan, jiroq yerlardan kelgan barliq Dalinja direktorlari, shu choyxona faoliyatimizga qatnashib kelgan artistlar, undan boshqa shu riyosatchilar, hammalarning mushaq xayrli bo'lsin. Men shu ko'rli qizni Arzugul Oratdan hammalarga o'tliq salomlar bo'lsin. Men hamda bir oddiy bir oila ayolim. Shu Dalinjaga kirgilman, hamda 1,5 yil vaqt o'tib qoldim. Shu 1,5 yil mobaynida o'zimlam taraqqiy qilish emas, undan boshqa shu atrofimdagi nurg'un xizmatga ehtiyojli nurg'un oila ayollarni bilan taraqqiy qildirib epmangdiq deb o'ylayman. Ashlarninki balkim nurg'unlarniki oylik kirimlarimi yo'q. Men shu 1,5 yil jarayonida mening muazzam guruhim 7-8 minglik odam bor. Ashlarni o'z oldiga eng az bo'lsa 5-6 mingdan jiq bo'lsa, shu 10 necha ming, 20 necha ming hatto necha tuman mushtaq maosh olayotganlarmi intayin nurg'un. Dalinjaning birinchidan maslahati yaxshi, ikkinchidan shu bahsimi intayin muvofiq fuqarolar bahsi chiqarilgan. Har qanday odam qabul qila oladi. Shu boshqa savdolardan farqlangan alaylikim nima deganda, shu vakolatchilik haqqimi yo'q, qatlam mana daraja o'rlatadigan mana ishlarmi yo'q. Shunlashqa shu atrofimizdagi ish kutib turayotgan barliq xonim qizlarimizninki shu yaxshi fursatlardan foydalanib, birinchidan o'z go'zal bo'lg'ash, ikkinchidan shu atrofidagi barliq xonim qizlarga yordam qilgan hisobdan o'zini taraqqiy qilsa, o'zining turmushini, taqdirini shu Dalinja orqali o'zgartirishni chin ko'nglimdan umid qilaman. Ondan başqa shu meni Dalinjaga taklif qilib akirgan yetakchim Aynur liderga, Aysulton yetakchimga shu bugungi faoliyat yuzidan chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. Rahmat sizlarga. Salam ekran oldidagi barliq ko'rurmanlar. Salam choyxona programmasidagi barliq azizlar. Salam shu Dalinjaniki tirishchan do'kondorlari hammalarniki hozirgi vaqtda xayrli bo'lsin. Men ko'rli qizi To'sagil abladin hammalarga o'tliq salom va oliy ehtirom. Hammalar bilan shu ekran oldida ko'rishganligimdan intayin xursandman. Men bir oddiy bir oila ayoli. Men o'zimniki 3 bolasi bor. Men shu undar savdosi qilg'ili 4 yil bo'ldi. Men shu Dalinja to'rsupsiga do'kondor bo'lg'ili dal 7 oy bo'ldi. Shu 7 oy jarayonida men Dalinja to'rsupsini qilgandan keyin nurg'un narsalarga erishdim. Birinchidan o'zim go'zal bo'ldim. Ikkinchidan boy bo'ldim. Uchinchidan ostimdagi do'kondorlarimni pul topqizdim. Endi meniki hozir ostimda 3000 do'kondorim bor. Taraqqiyotim intayin yaxshi. Shu Dalinja to'rsupsiga kirgandan keyin nihoyatda zo'r iqtisodiy xizmatlarni yaratdim. Shu boy bo'ldim dedim. Shuni ozroq bir isbotlab beray.
Ama şu Ürümçi'ge 2 gün burun kelgenmen. 120 bin koyga maşindan birini setip aldım. En ahırda miniki şu Dalinja'daki en çok arzuyum bolsa milyonlar buluş. Yani onun da başka şu iqtisadi jihatdan qiyinchiliklar uchirgan şu xalqimga yordam qilish. Ko'pchilikka ko'pdan ko'p rahmat. Rahmet. Çayxan paranları qatnaşqan barlıq tirişçilarga menden otuq salam. Men Turpan Toqsun Boran yurtidan Mevlida Setniyaz bulman. Men muşu Dalinja spasini, yani muşu span işletiş arqılıq özemge güzellik tapdım. Ayallar, çoxum özümüz işineyli, güzelligimizni süyeyli. Yana mening aytmoqchi boğunum, biz ayollar tirish arqılıq uyimizdagi balalarımızın atısı bolgan erlerimizning intayin jafoliq holat ishlayotganini, ularning yükünü teng yengillatib, balalarimizni beqish uchun ham cho'nglarning oldidan yaxshi xabar olish uchun teng tirishimiz kerakligini his qildim. Men Dalinja qatnaşqanimdan intayin faxrlanman. Yetakchim Aysulton xonim ham Aynur liderga ko'pdan ko'p rahmatimni aytaman. Hammanglarga rahmat. Televizor ekran oldidagi barliq ko'rarman do'stlar, shundaqlar naq maydonga har xil sabablar tufaylidan kelinmay qolgan bizning Dalinja do'kondorlari, men Qashqa Yangisha qizi Mehribon Ablizdan hammanglarga o'tliq salom, oliy ehtiromlar bo'lsin. Men Dalinjaga kirgili hozir 1 yilga yaqin vaqt bo'ldi. Mush 1 yil jarayonida men mushu xushalliq topdim, ishonch topdim. O'zimga burun ancha ishonmaydim hozir. Shunda kunlarim ma'nilik o'tyapti. Uning eng muhimi shu ay bo'ldi, men boy bo'ldim. Shundaqlar atrofimdagilarga pul topqizdim. Mush munosabatlar shunday yaxshi turni Shinjong bozoriga olib kirgan bizning liderimiz Aynur liderga shundaqlar kech kunduz demay bizni yetaklab menayotgan yetakchim Arzgul xonimga cho'nqur rahmatini bildirmay rahmat sizlarga. Güzel Korlu şəhərdən gələn Ramila Elidin manglarga o'tliq salom. Men burun chinchilik mishjon bir qiz bo'ldim. Dalinja bilan uchrashgandan keyin o'zimga bo'lgan ishonchimni tiklab oldim. Mahsulotlarni ishlatib shunchalik chiroyli bo'ldim. Ham setib boy bo'ldim, pul topdim, yuz topdim. Eng muhimi o'zimga bo'lgan ishonchimni tiklab oldim. Salam ekran oldidagi barliq ko'rurmanlar. Hammanglarga mendan o'tliq salomlar bo'lsin. Men Aqsu Onsuddin Gülnisa Rahman. Men mushu çayxona programmasi orqali Dalinja to'risini Shinjong bozoriga akirgan bosh yetakchimiz Aynur liderga, mening yetakchi ustozim Rehangul xonimga, Zumrat ustozga chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. Rahmat sizlarga. Men mushu Dalinja elektronlik to'risisiga vakolatchi bo'lib kirgandan keyin o'zimning qadr-qimmatimni topdim. Mehr muhabbat topdim. O'zimga ishonch topdim. Mushu Dalinja cho'ng oilasidagi har bir vakolatchi do'stlar, har bir mushu do'kondorlar orasidagi bir-biriga ko'ngil bilish, o'rganish, o'zaro o'rgatishlar natijasida men mushundaq qaltislar qatoridan o'rin ola oldim. Rahmat sizga Aynur lider. Yaxshimsizlar, ekran oldidagi ko'rman do'stlar, naq maydondagi har qaysi riyosatchilar. Men Ko'rli o'g'li Yusufjon Baturdan hammanglarga o'tliq salom, oliy ehtiromlar bo'lsin. Bugünkidek bunday yaxshi programmalar orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan to'lim xushalman. Uzun gapni qisqa qilsam, Aynur lider jafo chekdingiz. Ko'pdan ko'p rahmat sizga. Sizga ko'pdan ko'p rahmat ukam. Endi bu yerda bu kelishgan yigitni yog'iz keldimikin deb o'ylab qolmanglar. Mushu yigit o'zininki ayoliningki mushu Dalinjaga kirib topqini xushalliq. Endi har qanday bir o'zining ayolining noyitim xushal, sog'lom, xushal ruh kayfiyat o'tishini yaxshi ko'rdi-ku. Mushu inimiz menga degan, mush ayolim uxlasimi, tushi Dalinja deb tushaydi deb. Mushu ayolni ya'ni yaqindan qo'llab, mushu ko'rildan o'zi billa ilib choyxonaga keldi. Mana bu Arzgul xonim mushu inimizning ayoli bo'ldi. Hem onun ustiga Aynur xonimning so'zini oxisi ulabdan biri deb qo'y, maqatimi ko'liq baga vaqtimda mushu bir juftlarla uchrashib qoldik. Mushu bir juftlarla uchrashib qilib, bularning eng ta'sir qilgani o'zi qilayotgan kasbni haqiqatan so'ydikancho. Bo'libmi
o'zlariga qadr qimmat, xo'shallik, go'zallik ato qilgan Dalinja mahsulotini haqiqatan yaxshi ko'rdik. Shu an bu fursatda bu bir jiplarga, shundaqla Dalinja oilasida o'zining taraqqiyotiga ul seriyotgan eng qaltislarimizga yana bir qatim program guruhimizga bog'liq xodimlar nomidan oliy ehtiromimizni bildiramiz. Kim eng qaltis desa, Dalinja oilasidagi eng qaltis. Dalinja eng qaltis. Mana ajoyib chiroyli so'zlar bo'ldi. Barcha vakolatchilarimizning minnatdorlik so'zlarini anglab o'tdik. Endi navbatda shu eng qaltislarimizni huzuriga davomli G'uljidan alayda yetib kelgan Markaz televiziya stansiyasi Baxt qarab yurish programmasining takliflik mahiri, eli xalq naqshlari shundaqla amobab naqshlari bilan hammamizga to'nilgan xushovoz kuychimiz Guljamal Umarjon ijrosidagi esil kuyni hammalarning huzuringizga taqdim etgan bo'lsak. Marhamat. Şittimde tüküp derdingi derman bulup kalar. Nakşittimde tüküp derdingi derman bulup kalar. Men giripnin nalısı küksümde arman bulup kalar. Küksümde arman bulup kalar. Men giripnin nalısı küksümde arman bulup kalar. Küksümde arman bulup kalar. Günü tünge olğan çeksiz ve sonsuz günlerim. Başlarımda kutlar, mıllaç sersan bulup kalar. Mıllaç sersan bulup kalar. Başlarımda kutlar, mıllaç sersan bulup kalar. Mıllaç sersan bulup kalar. Sen gidip ah yol telep kaldın kasemiyatlar kılıp. Küz eşimden danısı küksümde mercan bulup kalar. Küksümde mercan bulup kalar. Küz eşimden danısı küksümde mercan bulup kalar. Boynumda mercan bulup kalar. Yan yaprakdek uçup nele duyursun amrığım. Can birey aldın bir canımın can bulup kalar. Yan yaprakdek uçup nele duyursun amrığım. Can birey aldın bir canımın can bulup kalar. Can birey aldın bir canımın can bulup kalar.
çayxanlarımızda küfürlerimiz üzülmeydi. Çayxanlarımızda biz için dasturxon sağan, çay koygan az mehmonlarimizin güzel hikayeleri üzülmeydi. Yani şundaqla naq meşek kelganda çayxanamızda soğatlarımız mı üzülmeydi? Әмшәд отырып мәр кайсыңлар ардыкыңлан чыгагыл кепсиләр. Әмді біздің чайханымызға біздіңки мышы етіліп атқан нақшы чолпынымыз, кичик нақшы чолпынымыз, умак татлы кызым. Unda bolsa şu okul dep ketdi ma yenimdiki kız. Bu qaysı okulluğunu, qanda okulluğunu bir bilip baxsaq. Qani Saydugul müəllim unda olsa sizdige okul qanda okul ki? Okul? Qaram ona okul turdu qaram. Qoquma. Çındamayısın mı, boşdamayısın? Shundaymi? Çıngraq damaysan. Qoquma. Salam azizlar, men Guchongdan kelgan Saydugul appay bo'lman. Bugun men sizlarga Danja shirkatidagi nayt isil alayli mahsulotlardan biri bo'lgan bu sho'nja ukuni qisqacha tunishtirib bermoqchiman. Bu oldimizdagi ukul o'xshash mahsulot bo'lsa, Danja shirkatidagi alayli kozir mahsulotlardan biri bo'lgan 100 teri hujayrasini yanglab, xuddi buvoq bolalarning terisidek yumra teri ato qilgan. Shu 28 kun ichida yumra teri ato qilgan. Tarkibida hech qanday ximiyalik tarkib bo'lmagan. Buvoq bolalardan toki homildor ayollargacha xotirjam ishlasa bo'lgan. Bu mahsulotning eng asosiy alayligi nima deganda, har xil sabablardan bo'lgan yuzdagi tog', sapkun, tog' xuraklarni yo'qotish, shundaqla 28 kun ichida terimizga yangi hujayra hosil qilib, shu buvoq bolalarning terisidagi yumron teri ato qilgan nayt isil bo'lgan yangi hujayra yetildirgan bir xil isil mahsulotda. Bu mahsulotning asosiy tarkiblari intayin az uchraydigan o'simliklarniki javriga shu terniki yumron holatini saqlash qilishdek alohida ega bo'lgan homil miyni yuqori texnika bilan qo'shish orqali yasalgan. Germaniyada kirgizilgan bu o'simlikniki qanday aloyligi bor deganda, bu shu terimizga tabiiy holda oqsil to'qlab, yuz terimizniki immun sistemini yuqori ko'tarish, terniki suptini yuqori ko'tarishdek alohida ega. Yaponiyada kirgizilgan o'simlikniki tarkibida shu terimizga suv to'liqlab, terimizning elastikligini oshirishdek alohidlik bor. Endi Shvetsiyadan kirgizilgan o'simlik tarkibi deganda, Shvetsiyadan kirgizilgan o'simlikniki tarkibida shu terniki sezgilikni yo'qotishdek alohidlik bor. Bu masalan o'zi bozordan qisqagan 2 kun ichida sotilish miqdori jihatdan 4 million oshib ketadi. Bu masalan eng asosiy alohidligi nima deganda, shu yuqori texnika bilan qo'shilgan homilimi, ya'ni intayin az uchraydigan yakka holatdagi o'simliklarniki javrini o'zaro qo'sh orqali yasalgan. Aynur kız bugünkü şu çayxanımız nayt mənilik ötküzülüyatı da sizin gençlik təliyiniz varken bana bizdənki danlıq çolpallarımız, sənətkarlarımız bugünkü tuğulğan gününüz qatnaşdı. Mana bizdən bugün tuğulğan gününüzə ülgürüp mana bugünkü çayxanımızga biz qayt təklif qıpmı əkəb bulanmağan xizmət münasibəti bilan nayt aldırışçılıqda bizdən çayxanımızga azaldan qadam təşrif qılıb baxmagan bizning ustaz san'atkorimiz Şinjan san'at yurti Naqshsul o'mikining davlatlik 1-darajalik artisti Abdunum rayonluq yoshlar birlashmasining a'zosi Jungo san'atkorlar jamiyatining muavin raisi shundaqla bizning Şinjandagi faxrlik o'g'lonimiz faxrlik ustozimiz G'olibjon G'upur akamizmi bugun çayxonamizga alayda qadam tashrif qildi. Qizg'in qarshi olamiz aka. Tayyor qadamingizga marhaba, muborak bo'lsin. Armag'aysiz. Bugün mana shunday ustoz san'atkorlar bilan naytda sizningki shu qo'llovchilaringiz bilan, vakolatchilaringiz bilan, bizning suyimli riyosatchilar bilan nayt ko'ngillik, ma'nilik o'tkazib o'tiribdimiz. Unda bo'lsa shu bizningki ustoz san'atkorimizningki chiroyli kuylarini har qaysilarning huzuriga sunsak. Rahmat.
yaşlıq leyli can dostlar Davıldap durğan oynaylı hey dostlar Yolbundek yaşlıq leyli can dostlar Novruz ayında toyda meşrepte Oynaylı leyli yayraylı dostlar Novruz ayında toyda meşrepte Oynaylı leyli kız yayraylı dostlar Bulbuldek nava eylep sayraylı dostlar Oha! Şatlansın külsün oynaylı hey dostlar Miskin günler küleyli can dostlar Kadimimizden oynaylı hey dostlar Ecilsin güller küleyli can dostlar Oynaylı küleyli yayraylı dostlar Bulbul deklava eylep sayraylı dostlar Oynaylı leyli yayraylı dostlar Bulbul deklava eylep sayraylı dostlar Bulbul deklava eylep kaynaylı dostlar Sayraylı dostlar Küleyli dostlar Unda olsa bugün bu çayxanamız şunçilik qızdı. Bu çayxanaga kelib men şunçilik xoş boldum. Birinçiden tariximda ötküzüp bakmagan alayda tug'ilgan kundan birini ötküzdüm. İkinçiden mushu yüz ko'rish bakmagan, mushu yiroq yaqindagi ini singillarim bilan mushu çayxana orqali, yana çayxana munosabat bilan yüz ko'rishdim. Endi bundan keyingi bizning planimiz texmi ko'pligan, bizga o'xshagan, odatdagi bir oila xonimlarininki bizga o'xshash, mushu dalinjadek va yoki boshqa mushu unlar kasblarda o'z oldiga bir igilik tiklashi, o'ziga bir xo'shallik ato qilishi, turmushini beyitishini. Ha, mushu o'zimizning ma'naviy turmushimizni beyitishimizni. Undan keyin men bu qatim 30 vakalachimni olib keldim. Buningdan keyin yana 30-60 nurg'ulg'an vakalachilarninki mushu o'zimizni çayxana paranglarda chaqintishimizni yana bir qatim umid qilaman. Wow! Rahmat. Acayip üstün paran buldu ya. Mana programımızın ahırkı basqıçlarını yetib keldik bu fursatda. Aynur xonimning yurak so'zidan anglash jarayonida mundaq bir so'zni ekraldirib ko'rmanlarga jumildim uchun Nahmaydondagi eng qaltis vakolachilarga hadya qilib kelib qoldim. Biz tabiatni o'zgartirmaymiz, lekin o'z tirishchanligimiz, g'oyamiz orqali turmushimizni o'zgartiramiz, taqdirimizni o'zgartiramiz. Shuning uchun Öndidar so'zi bilan shug'ullanayotgan eng qaltislarimiz davomli o'ziga tirishchanliklarni amro qilishini chin dilimizda umid qilamiz. Tirishchanliklar orqali turmushimizni o'zgartiraylik, taqdirimizni o'zgartiraylik. Çayxanamızın ishki har vaqt sizlar uchun ochiq. Biletler görüşelim. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh. Çalkılan dıllarga çay sunur